Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? O'zda ayyominglar muborak bo'lsin. Hop, bugun tafakkur va fantaziyalar bo'yicha gaplashamiz. Inson har bir narsani tafakkur qiladi. Masalan, deylik, 7 marta o'ylab ko'rib, keyin keskin deyshadi. Nevrozda 700 ming marta o'ylab turib ham kesishmaydi. Ya'ni nimaga? Chunki bularda fantaziya yaxshi ishlaydi. Ya'ni tafakkur qilaverasiz. Yaxshi qilasiz tafakkur. Xursand bo'lib turasiz, bo'ldi, bugundan chiqaman ko'chaga yoki bugundan o'limdan qo'rqmayman yoki hech narsa simptomlardan qo'rqmayman deb ko'chaga chiqasiz-da, qisqasi marraga yetib turgan paytingizda dang etib miyaga fantaziya urib turadi. Ya'ni OKR-chiklarda bo'ladigan ko'p holat. Ular fikrga ishonadi. Ya'ni tafakkur boshqa da nevrotik buzilishdagi fikrlarning oqimi boshqa. Ya'ni ular ko'p bo'lganda insonda fantaziyaga o'tib ketadi. Deylik, xursandsiz, yaxshi, hammasi zo'r ketyapti, lekin reaksiyalarni tushunmaganingizdan keyin sizga kelayotgan har xil yomon naviyashiviy fikrlar bo'ladigan yomon xayollardan o'zingizni to'sa olmaganingizdan keyin, ya'ni zabret qila olmaganingizdan keyin sizda fantaziya bo'lib ko'rinishda keladi. Ya'ni deylik, qaysi misolda, oddiy misol, bitta non ushoqqa bitta dona chumoli keladi. O'sha chumolini 5 daqiqa kuting, hech narsa qilmaydi-da, orqaga qaytadi-da, da orqaga qaytib turib, to'da boshi bilan keladi. 2 mingta, 3 mingta bo'lib. Miyadagi fikrlar ham xuddi shunaqa. Bitta dona fikrni eplolmaysiz, sizda fantaziya bo'ladi. Ana endi faraz qiling. Sizda fantaziya bo'yotibdi, siz qanaqa tafakkur qilasiz? Tafakkur o'sha paytda qisman ishlaydi. Ya'ni bo'lmadi-ku shuncha payt, hozir ham bo'lmaydi deb. Bu misol uchun o'sha holatni asta yaxshilashib berayotganiga harakat qiladigan vaziyat hisoblanadi. Ya'ni harakatda bo'layotgan hisoblanasiz. Endi bunaqa narsadan oldin tafakkur qilishdan oldin fantaziyani to'g'rilang. Ya'ni tafakkur qiling. Yomon xayol kelyapti, o'lib qolasan, jinni bo'lib qolasan, onang o'tib qoladi, oting o'tib qoladi, kasal bo'lasan, balo bo'lasan, battar bo'lasan degan xayol kelyaptimi? Shunchaki birinchi o'rinda mayli, nima bo'lsa bo'lsin, yo Xudodan deyish kerak. U bitta fikr kelyapti miyangizga. Ishonib qolishlik bu prosta inson nevrotik buzilgan holatda emas faqat. Bu insonda bo'ladi. Deylik, men do'stlarim bor. Ishlab boshqa qilib o'tirgan vaqtlarimizda ham kelib turib yetardi. Kallaga ajoyib fikrlar kelib qoladi, Ziyoddin deydi. Menga aytib berishadi. Nima fikr keldi deyman. Qara, men uyni sotib, masalan, deyshadi. Yoniga qo'shib, men bunaqa biznes qilib deydi. Masalan, yana fikr kelyapti, boshqaryapti, bilyapti. Sizga shunaqa fikr kelsa, ayniqsa ichki nizosi, ish bilan bog'liq muammoga ega bo'lgan insonga shu xayol kelsa, ketdi. U nima o'ylaydi? U ish o'xshamay qoladi fantaziya bo'yicha. U qamalib ketadi, qamoqdan o'ligi keladi, uni fikri bo'yicha mashnaqalar bo'lib, tomdan yiqilib tushgan bo'ladi, qamoqda, strokida nimadir bosib qolgan bo'ladi, kreditlarini bolalari to'laydi, keyin bolalariga uyga kelib turib, o'sha moment kelib turib, ya'ni ishdan chiqib kelgan payti, qamoqdagi vaziyat yoki qanaqadir nimaga chalg'it aralashtirib yubormaylik. O'sha danli moment fantaziyada yurgan vaqtda bo'ladi. Bolalarini ko'rib yig'laydi keyin unaqa insonlar. Xo'p, unaqa insonga keyin men tafakkur qiling deya olmayman. Birinchi o'rinda ular oldin tushunsa o'zida nima bo'layotgani. Misol uchun, deylik, bir musht bersangiz menga, mamtim ko'karib chiqsa, misol uchun fizический taraflama, mana shu joyim nimaga ko'karadi, nimaga og'riydi. Fizический taraflama insonda bitish, ya'ni o'z holiga qaytish hisoblanadi. Ya'ni ruhiyatan misol uchun o'z holiga qaytish uchun sizga har qanaqa kuyga soladi. Muskullaringizda og'riq bo'ladi, yuragimda o'ylaysiz, fikr keladi, o'lib qolasan degan. Misol, bu insonga o'zi o'lib qolasan yoki o'lim eslashlik bu yaxshi narsa. Kelib qoladi, lekin u sizga o'xshab nevrotik o'ylamaydi ular, tushunyapsizmi? Ya'ni u reaksiyalar sizni misol uchun miyaga beryaptimi? Значит, ular ham sekin o'ziga kelyapti degani.
Lekin sizlar o'sha paytda o'sha fikrni ushlab olasizlarmi? Ketdi o'sha fantaziya qilib, ertalabdan o'sha o'ylaysiz, obedgacha o'sha panический ataka. Bu asosan nevroz bo'lgan insonni 2,5-3 yilgacha bo'lgan vaqtidagi holatlar. Baribir ishontirib aytaman, plyus tarafi ham bor nevrozni. O'ylamanglar, faqat minusga ishlayvermaydi bu narsa. Deylik, qattiq siqilib, jigar sirroz bo'lib qoladigan insonlar bor, to'g'rimi? Deylik, oqqon bo'lib qoladigan insonlar bor. Yoki har qatdan ishemический yuragida kasallik orttiradigan insonlar bor. Yoki parok bilan tug'iladigan insonlar bor. Ota-onasi ikki qat paytda onasi siqilgan asabda yoki qaysidir vitamin yetishmasligi uchun. Demoqchi bo'lganim, har xil sinovli dunyoda bu. Sizni misol uchun asab tizimingiz zaif bo'lgani uchun vegetativniy nervniy sistemaga faollashuv berib yuboradi. Ya'ni vaqtinchalik funksional buzilish deydi buni. O'ziga qaytadi, sabr qilib tursang degani. Ya'ni, bo'ldi, sabr qilishim kerak ekan, kutib turayman, hozir o'tib ketar ekan emas. Odam ustida ishlash kerak. Kelyaptimi xayol? Bilingki, o'sha xayol sizni tuzatayotgan bo'ladi aslida. Ya'ni temirni ham, mana temirchilar bordir oramizda. Temirni ham misol uchun olovga pichoq bo'lib yetilishi uchun necha marta kiradi deb o'ylaysiz? Mo'sh 20 marta kirar. Har kirganda shu temirni ham joni bo'lsa voydod devoradi. Chiqib turib yana uriladi. Nimaga urilyapti shu? Nimaga olovga kiryapti? Charxlanib, toblanish uchun. Ruhiyat ham shunaqa toblanadi. Tushunyapsizlar? O'shaning uchun birinchi o'rinda o'zingizdagi simptomdagi reaksiya, yurakda qanaqadir og'riq, uzr, noto'g'ri gapirdim. Yurak atrofidagi og'riqqa siz yurakni og'rig'i demang, haqqingizga unaqa deyishga. Shunaqa vaziyatlarda yoki bo'lsa fikrlarda to'xta, stop. Menga kerak emas. Bu prosta emotsionalniy fikrlar, u sizni hech narsa qila olmaydi, meni hech narsa qila olmaydi degan narsa bilan yurishingiz kerak. Ana o'shanda ustingizda ishlayotgan bo'ladi. Ana undan keyingi etap tafakkur bo'ladi. Ana keyin tafakkur qilasiz. To'xta, oldin mana shu narsalardan qo'rqardim. Nimaga qo'rqqan ekanman? Deganingiz o'sha bu sizni yaxshi tafakkurni 100% qilganingizdan dalolat beradi. O'shaning uchun tafakkur qiling, simptomlarga to'g'ri munosabat bildiring, u sizni o'ldirib qo'ymasligini tushuntiring miyaga. Ana keyin tafakkur qiling. Shunda rahmat deysiz. Video yoqqan bo'lsa rahmat, ketkizgan vaqtimga roziman, salomat bo'linglar. Albatta yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa like, nima bo'lsa like. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.